16 yildan beri og'riq bo'layotgan og'riqlarda tabiiy cho'plar bilan bir haftada o'zgarish sezildi sizning og'riqlaringiz qoldi. Inshaalloh. Hozir mana og'riq qoldiruvchilar, bunaqa ichayotganingiz Yo'q, unday narsalar barcha tatgan yo'q. Qanchalagan mingdagan odamlar sizlarni Vertaflex, именно мынау ушул Vertaflex дарысы менен qanchalagan odamlarni особо ishlar qilib atasizlar. Sizlarga cheksiz shukr. O'ylanayotganlarga bemalol o'zingizda o'zgarishga qarab tavsiya qila olasizmi? Albatta 100% tavsiya qilaman. Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bizni kuzatib turganlar uchun rahmat. Biz aynan hozir Qirg'izistonda O'sh shahriga tashrif buyurdik. Ya'ni Qirg'iz drama teatrining oldida, mana bu haykalning oldida bu yog'i hokimiyat ekan. Ayni ko'pchilikka ma'lum bo'lgan joy. Mana shu yerda tanladik, chunki bironta joyga boradigan bo'lsa, aynan o'zingizlar tomonidan qilib qo'yibsizlar degan savol bo'lmasligi uchun. Videoni ko'rib turadigan bo'lsanglar, Umra safariga yutib olgan bemorlarimizni sertifikatlarini egalariga, ya'ni o'z egalariga topshiramiz va bizni kuzatib turadigan bo'lsanglar, sizlarning guvohligilar ostida ularni aeroportda ham kuzatish nasib qilsin, Xudo xolasa. Va aynan suyak, bo'g'im, nerv bo'yicha og'riyotgan bemorlar yoki tanishlaringiz bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying yoki oxirigacha ko'ringlar. Va aynan kommentariyasiga qayerdan ko'rayotganingizni yozib keting, biz bilishimiz kerak, qayerda ko'proq borishimiz kerak, qayerga tashrif buyuraylik keyingi safar. Aynan shuni aniqlash uchun. Like bosib, podpiska bosish esdan chiqmasin va videoni oxirigacha ko'ring, eng qizig'i halolan. Hop, Bishkekda qayerda yashaysiz? Samarqanddagi? Moskovskiy rayoni. Moskovskiy rayonida. Tushunarli. Hozir o'z umumiy sizda bo'g'im sohalarida og'riq bo'lib turardi. Nechinchi-yili boshlangan o'sha? 2010-yildan. 2010-yildan. O'sha 2010dan boshlab o'sha denedagi o buğumlar o'rib, o'sha bo'g'irni asorat qolib ketgan. O'sha og'riq bo'lganda asosan qayerda? Tizdan o'zida og'riq bo'lganmi? Bu yerda bor, keyin butda bo'lsa-da, qo'lda bo'lsa-da, anan omurtqa, pag'analarda o'sha bardili o'rib, amuni ichgandan keyin yaxshi bo'lib qoldi. O'shanda qanday diagnoz qo'yishgan? Больницаlarga borib davolanganmisiz, yotganmisiz больницada? Больницada yotgan, Toshkentda shu gepatologiya bo'limida yotgan, Yangi Toshmida. U yerda men bo'g'rim shishib, rematizm deb emak berdi. Rematizmni diagnoz qo'yishgan sizga. O'shani asorat qolib, o'rib yursa-da, qishda asosan sovuq kunlarda o'rib. Demak, o'sha havo ayniganda sovuq kunda og'riq kuchayib ketadi. Asosan qaysi bo'g'imlaringizda og'riq kuchayib ketadi? Bel emedan. Men omurtqa pag'analarda. Bel. O'sha yerda o'g'rilar bo'lib, anan sразу yoki tizanga beradi, anan tovonga beradi. Tovonga beradi, tushunarli. O'sha sizda 2010-yildan beri og'riyotgan bo'lsa, hozir 16 yil bo'libdi og'riqlaringizga. Bu qolaveradi ekan, buni ichdik, yaxshi bo'lib qoldi inshaalloh. Yaxshi bo'lib qoldi, xudo xolasa. O'sha og'riq kuchli bo'lgan holat bo'ladi-yu, o'ta ham og'riq kuchli bo'ladi, og'riq qoldirib ichganingizda ham qolmaydi og'riqlar. O'sha holatlar bo'lganmi? Qanaqa hayollar o'tgan o'sha bu og'riqlar qoladimi sizda? Unday bo'ladi. Bu o'g'rilar qolmaydi deb o'ylagan menda o'zimcha. O'tirsang da bunday, tursang da o'rib, anan cho'zilib yotib olchidek. Dasturxon boshida. Tushunarli. O'sha bu Vertaflexni qayerda ko'rgansiz? Buni Instagramda ko'rib qoldim. Instagramda. Instagramda ko'rib, anan sразу отметка qildim, zakaz berdim. Mutaxassislar o'zlari aloqa. O'sha Davronbek doktorga cho'ng rahmat, o'sha tavsiya berishdi. Olib berib 3 kunda keltirib berdi menga. Bishkekka bordi. Bishkekka bordi. Ichganingizdan keyin necha kundan keyin bilindi ta'siri sizda? Где-то bir jumadan ko'proq ichdim-ku, keyin boshladi-da. O'zim ertamen tursam o'rib, erkin turib, jengil turib, anan bosganda da o'rib bilinmay qoldi. O'shandan beri yaxshi, o'sha buni mazdari yaxshi ekan. Mazda surkash, anan massajni apparat bilan massajlab. Ba'zan mana surtab, kalpdan kechirasiz, bir jumada o'zgarish sezib boshladingiz. Siz bilan bir so'rashganimizda tomni ish qilayotganingiz. O'sha tomga chiqib ketdim, ana tom yopish boshlab qoldim. Yaxshi ekan bunlar, sizlarga rahmat, ishingizga ig'lik. O'sha bizni grupparimizda ham bormisiz? O'sha gruppada misol uchun ko'pchilik o'ylanadi-yu, misol olsammikan, olmasammikan deb o'ylanishadi. O'sha o'ylanayotganlarga bemalol o'zingizda o'zgarishga qarab tavsiya qila olasizmi? Albatta 100% tavsiya qilaman. Ichkilar. Alloh shifo beradi. Sevuvchisizlar bo'lib qolasizlar, o'sha. Albatta. Xudo xolasa. Birinchi o'rinda shifo Allohdan so'rab bo'lamiz. O'sha demak 16 yildan beri og'riq bo'layotgan
og'riqlarni tabiiy cho'plar bilan bir haftada o'zgarish sezildi. Siz og'riqlaringiz qoldi shunda. O inshaalloh. Hozir mana og'riq qoldiruvchilar, unaqa ichayotganingiz Ha, yo'q, unday narsalar вообще tatgan yo'qman, ichganda yo'qman. Bulda ele mo kapsulani 30 kun ichdim. Уже 5-6 qoldi yo'q. Tutup O'sha bir oyni tugatyapsiz. bir oylik tugatadi. Bu mazlarni o'sha kunning ertamendan kechida surtib, massaj qilib, yengil ele bo'lib qoldim inshaalloh. Sizlarga rahmat. Xudo xolasa ko'rsatayman san aka. O'zi haligi ishonganmisiz hozir shu mahsulotlar shunaqa darajada bo'ladimi, o'zgarish bo'ladimi o'zi? İşeniş kerak. İşenmese bir ish bo'ladi-da. To'g'ri, birinchi o'rinda xullas. Ha, o'sha ixlos qilib oldim men sizlardan yaxshi bo'lib ketsam deb. Mana inshaalloh yaxshi bo'lib ketdik. Sizlarga rahmat. O'sha o'ylanmasdan ishonchni mustahkam qilib mahsulotni xarid qilganingizda biz aksiya o'tkazayotgan edik. O'z xabaringiz bor. O'sha 1-iyundan 20-iyunga qadar xarid qilgan bemorlarni orasidan tanlab olingan bo'ladi. Ikkita umra safariga yo'llanma qo'yganmiz. O'sha primo efir ham qo'yilgan YouTube'ga. Siz ham ko'rishgan bo'lsa kerak. O'zimda Instagramda keyin ko'rdim sizlarning videolaringizni qayra-qayra. Ko'rdingizmi? O'shanga bizni eng katta yutug'imiz umra safariga. Xudo xolasa yo'llanmasini sizga mana shu sertifikatini topshiraman aka. Rahmat. Haligi ko'pchilik o'zi haqiqatan borib berasizlarmi, bermaysizlarmi degan tushuncha bo'ladi. O'shanga bular ko'rib o'zlari nima qilasiz? Oldingizmi haqiqatan ham? Oldim mana. Ichkilar daridan sizlarga shunday sovet. Albatta. Endi xudo xolasa chistlovlarni aytdik, tayyorgarligingizni ko'rib tursangiz, shu bilan siz bilan endi bu syomkani aeroportda qilamiz-da endi. Rahmat sizlarga. Ketayotganingizda, qaytganingizni o'zimiz siz bilan doim sayyorda o'tiramiz. Hozir endi ikkinchisini ham topshiramiz xudo xolasa. Inshaalloh. Keyingilarida qo'yib boramiz. Sizlarga da bo'ldingizmi aka? O taassurot Alloh qanaqa bo'ldi o'zi? Alloh razı olsun. Men buni kutgan emasman. Bu umra safarini вообще kutgan emasman. Abdusha. O'sha Instagramdan telefon qilib videoni yaqin deganingizda qanaqa bo'lgan edi o'zida? Emotsiya. O'sha molda yurakdan o'ynab ketdi, ishensang chinda. Men de o'yladim. Menda o'sha bir yaxshiligim bardir, Xudoy meni chaqirgan o'sha yergacha. Aqchasi bo'lib turib umraga bora olmaydi. Alloh taolam chaqirsa boradi-da. O'sha sizlarning bu sebep bilan men de umraga boraman. Inshaalloh sizlarning haqingizda duo qilib qo'yasiz. Inshaalloh. Albatta duo qilib o'sha bizni shu joyda o'sha eslab tursangiz bo'ldi, xudo xolasa. Esdan chiqmaydi inshaalloh sizlar. Bunday yaxshilik berasizlar, esdan chiqadi. Abdushaga rahmat. Tabriklaymiz. O'ta xursand bo'ldik. Biz o'sha paytda sizga telefon qilib video kamerani yoqqanimizda xursand bo'lib ketganmiz. O'sha paytda aytganman sizga. Вообще menda kutgan emas edim buncha. Qiqirib qo'y deb. Qo'mda teshan irg'itib ballarga. Men ketdim bo'ldi, ishtayim desam, men kuladi. Uyimdagilar deshemmaydi buni. Oy, apa, men o'sha umrani yutib oldim. Umraga boratganman desam, qo'ychi bolam dedi. Unaqasi bo'lmaydi. Просто ertakda o'yladik odam просто. To'g'ri. Bu yoqda ham bizga ham bir syomkalar tashabbus endi. Rano platformasi orqali o'sha tanlanganmiz. Umumiy raqamlarni bu yerda 800 ta odam bor edi. 800 ta odam ichidan o'sha Bishkeklik akamizga ham topshirdik sertifikatlarni. Ikkinchisida sizniki chiqib qoldi, xudo xolasa. Rahmat. O'shanga sizga telefon qilib umra safarini yutib oldingiz deganimizda qanaqa emotsiya bo'ldi sizda? Tak. Bos ishondingizmi o'zi? Ishonganmidingiz o'zi chiqishini? Men даже kutgan emasman buni-chi. Umraga sertifikat yutib oladi deganni men даже tushimda da ko'rgan emasman. Просто men ejemning arkasidan gana siz bilan байланыш bo'lib qoldik. O'sha ejem densoligi uchun gana. Анын аркасынан тууган уруктарга кызык болуп калды. Ошолорго алып берип мындай жардам гана сооп үчүн. Мен бул жерден бир тиын акча да иштеген жокмун. Сиздер мага эч кандай тааныш да эмессиздер. Анан, несмотря ни на что, мага ушундай сертификат туш келип калганда мен чексиз шүгүр Аллахыма. Мындагы Аллахым чакырыш керек экен. Албетте. Ар бир адамга ушундай возможность туура келе берсин. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай биздин кыргыз элибизге келип, Кыргызстаныбызга ушундай жардамдарды берип, элдин ден соолугуна кам көрүп, канчалаган миңдеген адамдар сиздердин Вертафлекс, именно мына ушул Вертафлекс дарысы менен канчалаган адамдарды сооп иштер кылып атасыздар. Сиздерге чексиз шүгүр, ишиңиздерге ийгилик, соопчулук иштерди кыла бериңиздер. Сиздердин аркаңыздардан биз дагы мына ушундай сертификаттарды ута берели. Менде өтө чоң мындай күтүүсүз маалымат болду. Конечно, ичимден аябай мындай чоң толкундонуу болду. Толкундандым, даже ыйлагым келди кечээ күнү угуп алчу. Мен капысынан эле сиз звонок кылган экенсиз, мен угуп калыптырмын. Кийин чалсам эле сиз ушинтип айтсаңыз, мен даже
биле калдым да эмне деп сүйлөшүмдүчү. Анан ошол жерде тууган уруктардын арасында куттуктап койгулачы мен утуп алдым окшойт десем, баардыгы ура деп кол чабышып куттукташты. Аллахыма чексиз шүгүр. Ушу Аллахым чакырган экен, ушу келип атат. Ушул нерсе сиздердин аркылуу келет экен да, значит. Мен өзү дайыма ушу барып келейин, умрагабы же чоң ажыгабы баралы деп балам экөөбүз өзү даярданып атканбыз чоң ажыга. Ниет кылып жүргөнбүз, Аллахым чакырса деп. Бирок ушул ошонун астынан умрага барып келиңиз деп чакырыптыр да. Биз сабапчы. Сиздер себептүү болуп, Кудай буйруса ушул сертификат мага насип кылсын. Мен дагы ошол жактарга барып зыярат кылып, дуа кылып, сиздерге баарыңыздарга ошол жерде дуа кылып келейин. Рахмат сиздерге. Ошо борганingizda ошо bizni ham esdan chiqarmasdan, maqsad ichetgan men kasallarni duo qilib, bizni ham duo. Сөзсүз. Ушул группада 800 адам болгон болсо, баарына Аллахым ушуларга шифа берсин, баарына ден соолук берсин. Баардыгынан да биринчи очур ден соолук. Ден соолук болбосо бир тыйын. Албетте. Ошол рахмат сиздерге. Ушинтип Өзбекстандан атайын өтүп келип, ушул сертификатты тапшырып, мага колума карматасыздар. Сиздерге чоң ийгилик. Сиздердин бригадага, сиздердин коллективге мен дайыма ден соолук каалайм. Өзүңүздөргө биринчи, ишиңиздерге ийгилик, дайыма сооп иштерди кылып жүрө бериңиздер. Иншалла, aytganingiz kelsin. Biz o'zimizdan rosa xursand bo'ldik. O'sha kecha telefon qildim, internetingiz yo'q edi. Yana telefonga keyin galso yozardim. Keyin kuryerim o'shda ekan, primoy telefon qiling dedim internet ochiq ekan. Primoy ham tushib bo'lmayapti deydi. Ash uzoqroq dedingiz ekan, keyin kech payt звонить qilgandingiz. To'g'ri chiqib ketgan bolchum, o'sha недоступ болчу интернет. Yaxshi topib oldik ekan sizni. Мен өзүм чалдым, сиз карасам сиздин не принятый звонок турган экен. Эмнеге чалышты экен деп эле мындай эле чалдым да менчи. Эч унака нерсе күтмөгөнүңүз umuman. Жок, эч күткөн эмесмин. 800 адамдын ичинен мындай бул это чудо да. Чудо. Баарын эле туура келе бербейт, бирок ушундай акцияларды бат-бат кылып турсаңыздар, элдерге ушундай сертификаттарды тапшырып турсаңыздар, сонун нерсе болот. Жакшы идея, жакшы иштерди баштадыңыздар. Көпкө чейин ишиңиздер улана берсин. Вертифлекс өнүгүп өсө берсин. Алла таалам ушул аркылуу адамдар ден соолук таап атат. Hem şifa topadi, hem sayohat ham qilishi mumkin. Rahmat. Albatta. Xursand bo'ldingizmi? Аябай. Өтө кубанычтамын. Чексиз. Менде мындай жаңылык көптөн бери боло элек болчу. Рахмат. Xudo xolasa o'sha videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan vaqtni o'tkazmanglar. Ikkilanish kerak emas, to'g'rimi? Ichish kerakmi, ichish kerak emasmi? Qanaqa ta'sir bo'ladi? Allohga tavakkal qilish kerak, iste'mol qilish kerak. Mana ham shifo topasiz, ham bu yoqdan xursandchiliklar bo'lib turadi, Xudo xolasa. Aynan pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol biz bilan yoki mahsulot bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, aloqaga tushsanglar bo'ladi.